Assalomu alaykum hammaga. Bugun Bahrom akam bilan ko'rishdik. Bahrom aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, savollarim bor edi o'zimni. Shularga javob bersangiz. Bemalol. Birinchi savol, Bahromjon Boymirzayev nechinchi yilda bo'ylari va veslari? Ko'pchilik menga yozadi kommentariyada, chunki oxiri Shahzod Saidaliyev, Abduxob bilan video chiqqandan keyin siz ham katta ekansiz, ko'p gapirishdi. Hozir danli moment vesim 107 sushga boshladim. Bo'yim 186, yoshim 33da. 93-yilman. Rahmat. Ikkinchi savolimiz, nima sababdan 4 yil tanaffus qildingiz? Shu oyla 2021-yil oxiri Tailandga jahon chempionatidan keyin bo'ldi o'sha organizmni tozalab, o'zimni ustimda sog'lig'imga asosan e'tibor berib, o'sha oila qurish, oilaga harakat bilan band bo'lib, sportda ozgina trenerskiy faoliyatim davom etdi. Sport sal to'xtatib turdim. Ma'lum sabablarga ko'ra. O'zi asosiy sababi oila. Uchinchi savolimiz, sportchi uchun oilani qo'llab-quvvatlash qanchalik muhim? Natija uchun hamma narsa borki, bilsangiz 70% ovqatga bog'liq, uyqu, 30% trenirovka, uyqu gapirishadi-ku rezultat. Sizni savolingizga bo'ladigan bo'lsa, 1% odam o'zini disiplinasi, 99% oila yaqinlarning podдержкасы. Ya'ni bu degani juda ham muhim. Oilangiz tinch bo'lsa, trenirovkami borasiz? Ham oila ham podдержка beradi. Misol uchun ayolim o'zi ham ovqatlarimni tayyorlab berishdi, qaysidir joylarda juda katta yordam beradi. Bu savolimiz, Diamond Cupda sahnaga chiqqaningizda nimalarni his qildingiz? Biz zritel bo'lib shunday ko'rdikki, sahnani shunaqangi sog'inganingiz, даже orqamizda hamma zritel gapirdi, Bahrom aka rosa sog'inibdilar degan gap rosa aylandi shu kuni. Diamond Cup keladigan bo'lsa, hozirgi Arnold Classicga tayyorgarlik boshlangan. Faqat disiplina o'ynayapti, motivatsiya yo'q. Disiplina, tayyorlanish kerak, majburiy qiladigan ishimiz, forma qilish kerak. Diamond Cupda o'zi uzoq vaqtli tanaffusdan keyin motivatsiya bor edi, sahnaga chiqish, bor imkoniyatlarni ko'rsatish, yana oldingi reputatsiyani balandroq qilib qaytarib olish edi. Shuning uchun menimcha bu yerda Diamond Cupda motivatsiyaning roli juda ham katta rol o'ynaydi. Men sahnaga chiqsam, shou ko'rsatishga harakat qilaman. Odamni shou ko'rishga kelgan. Zerikib 2-3 ta kachok formasi bor, odamni pozirovka qilishini tomosha qilishga kelmagan. Shou qilib, muxlislarni tortib olish men asosiy maqsadim shu. To'g'ri bo'ldi. O'shanda ham 5-chi savolimiz, oldin musobaqalarga tayyorlanayotganingizda o'zingiz farmakologiya, hamma anaqalaringiz o'zingiz qilgansiz. Hozir buni doktor bilan ishlayapsiz, Iskandar aka bilan. Ular bilan ishlaganingizda qanaqa foydani sezdingizki, ular siz qanaqa xatolar qilgan ekansiz shu kungacha? Hazm qilish bo'yicha qanaqadir muammolar paydo bo'lgan. Oshqozon shishib qolishi, o'sha oqsillar ko'payib ketganda momentlarda nimalar qilishi, keyin jigar bilan sal muammolar bo'lishi. Men o'zim gepatit C bo'lganman yoshligimda. Menga aytishgan, sen og'ir ko'tarish mumkin emas deb. Bu jigarimni, yuragimni, hamma organizm pochkani proverit qilib turaman. Shu Iskandar aka bilan asosan men sog'lig'imni yaxshilash tomonidan kuchaydim deb o'ylayman. Demak, professional atletga bu kerak ekanda. Professional atlet degani bu natijani ustun qo'ymasdan sog'lig'ini yaxshilab, keyin natijaga e'tibor qaratish deb o'ylayman. Sog'liq bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Albatta. Oxirgi savolimiz, Arnold Classic'dan qanaqa natijalar kutyapsiz? Faqat birinchi o'rin. Shunaqa shu darajada uverенностьim bilan inshaalloh men maksimalniy harakat qilaman. O'sha murabbiylar menga qanaqa yozib berishgan bo'lsa, nuqta virgulga ham qilishga harakat qilaman. Maksimal o'tda, misol uchun MMA ga o'xshab bitta urib uxlatib qo'yish, nokaut yo'q. Faqat o'sha maksimalniy nima qilinish kerak bo'lsa, talab bo'lsa, hammasini bajaramiz. Men o'zim disiplinamga ishonaman. Har doim oxirga harakat qilganman tayyorlanishga. Faoliyatim davomida faqat musobaqaga tushgan bo'lsam, hali ikkinchi o'rin bo'lmadi. Qanaqadir odam o'rganmaganmi, bilmadim. Disiplinamga ishonaman, murabbiylarni aytganini qilib, o'zimni ham ancha tajribam bor. Maksimalniy biza sababini qilamiz, hammasi Allohdan natija. Genetikamni NPC shu Arnold Classic federatsiyasiga to'g'rilasam, ancha mos keladi. Chunki u yerda hakamlar juda yaxshi ko'radi. Bel ingichka, shiroki yelka, grudlarni, menda o'sha narsa bor. Xudo xolasa, duo qilib turishsa, Xudo xolasa yaxshi natijalar bilan birinchi o'ringa. Siz duolarimiz har doim omadingiz bersin. Sizlarga ham omad. Rahmat. Mana shunaqa bodybuilding rivojida, mana shunaqa atletlarni sushka paytda qaysidir holatda video ololmaydigan payti bo'ladi.
o'shalarni hayotini, trenovkalarini ochib berayotganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Harakatdan to'xtab qolmanglar. Biz har doim poddeshkadamiz. Maqsadimiz pul qilish emas, kimnidir orqasidan. Shu bodybuildingda men boshlagan paytlarim bunaqa kanalda, bunaqa narsalar umuman bo'lmagan, hech qayerdan olish iloji bo'lmagan, sanoqli odam bo'lgan. Shuning uchun sizlar ham to'xtamanglar, faoliyatingizda omad. Biz musobaqada chiqib, bayroqni ko'tarib yutishdan to'xtamaymiz. Inshaalloh sizlar faqat yoritib berishdan to'xtamanglar. Rahmat ustoz. Sizlarga ham rahmat.